navbatdagi apparatimizni olib keldik. Mana ishlatish jarayonlari. Xudo xolasa mana ishlash jarayonlari. Ovozi past bo'ladi. Ovozi past ekan, yaxshi. Keling aka. Keling. Keling. Qanaqa fikrdasiz? Yaxshi, zo'r mana. Baraka topinglar. Ovozlari past. Qolmaganlarini sut kelmas ekan. Sut o'zi to'xtaydi o'zi. Mana prozrachniy o'shaning uchun qo'yiladi prozrachniy. Bilib turish uchun. Mana apparatlarni qo'yib berdik, sovushlarni tushuntirib berdik. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Agro ishonchga murojaat qilishingiz mumkin. Agro ishonch sizning ishonchli tanlovingiz.